qarindoshlar. Şərq Türkistan Sürgündü Hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısını görüşənlərni qızğın qarşı alırıq. Diqqətinizlər təfsili məzmunlarında olsun. Janubiy Asiya ko'p vositalik yetakchi axborot agentligi ANI'ning 5-maydagi Uyg'urlar Xitoyga qarshi kulturlarini qo'llash uchun do'ppi kiyishni orttirmoqda degan temada e'lon qilingan xabarda Uyg'urlar 5-may do'ppi kunini xotirlash bilan bir vaqtda Xitoyning Sharq Turkistonda o'zliksiz yurgizib kelayotgan ishg'ol, mustamlika, assimilyatsiya qilish siyosatiga qarshi kulturni saqlab qolish uchun xalqaro qarshilikning simvoli sifatida do'ppi kiyishni orttirmoqda. Do'ppi kuni Sharq Turkistondagi Uyg'ur Türk kulturi va davlat kimligining belgisi sifatida xotirlandi. Sharq Turkiston Sürgündü Hökumətining ijroiya kengashi e'lon qilgan bayonotda dunyoning har qaysi joylaridagi o'xshash bo'lmagan davlatlardagi etnik guruhlar, millatlarning milliy kulturi va milliy kimligini simvol qiladigan farqli kiyim-kechaklarining borligini, ma'lum bir etnik guruhining yashagan jo'grafiyalik o'rnida boshqa millat va joylardan farqlantirish uchun o'xshash bo'lmagan rang, shaklga ega an'anaviy kiyim-kechaklarining bo'ladiganligini, xalqaralashishning natijasida ma'lum jo'grafiyalik yerda yashagan ma'lum etnik guruhining o'z kulturiga uyg'un kiyim-kechaklarining kunlik qo'llanilishidan chetnab ketganligini, ko'pincha kultural faoliyatlar, bayramlar, to'ylar yoki san'atchilarning san'at kechiligida kiyiladigan holga kelganligini, ming yillar bo'yicha do'ppini O'rta Osiyo va Anadoluga ko'chib kelgan turklarning kiyganligini, bugungi kunda Uyg'urlar, o'zbeklar, tatarlar va tojiklarning kiyadiganligini, diasporadagi qari yosh Uyg'urlarning Xitoyning Sharq Turkistondagi ishg'ol va irqiy qirg'inchiligiga qarshi do'ppi kiyishni odatga aylantirganligini, kunimizda do'ppi kiyishning Xitoyning assimilyatsiya qilish siyosati va xalqaralashishning ta'siriga uchraganligini, do'ppining Sharq Turkiston va Uyg'urlarning milliy kimligining simvollik belgisi ekanligini nazarda tutganda, Uyg'ur va boshqa Sharq Turkistonliklarning do'ppi kiyishni odatga aylantirish kerakligi ta'kidlandi deyildi. Erkin Asiya radiosining 4-maydagi xabariga qaraganda, Xitoy Skynetni qo'llanish orqali chet eldagi Uyg'urlarga parakandichilik selib tahdid ishlatgan va ularni chegirdan majburiy qo'g'lab chiqargan. Uyg'urlar asosliq zarba berish nishoni bo'lib, faoliyatchilar va yozuvchilarning xatar ostida ekan. Yaqinda yuz bergan 13 yoshli Uyg'ur qizi va uning onasi Hamdulla Veli va Nurmuhammad Ro'zining Xitoyga qaytarilish xavfi ichida qolganda, xalqaro amonlikni qo'g'dash kechirim tashkilotining xalqarodagi davlatlarga darhol qo'yib berish chaqiriq qilishi buning isboti bo'lib, 1 aprel juma kuni Birlashgan Davlatlar Tashkilotining qonun mutaxassislari bu 4 kishining qaytarilmasligi kerakligini, xalqaro kechirim tashkiloti bularning qaytarilsa tutqun qilinib, qattiq zulmga uchraydiganligini aytdi. Ularning nada ekanligi hozir aniq emas. Kissinger instituti Xitoy-Amerika munosabati tadqiqot o'rnining xizmatchisi Bradley Jardinning so'ziga qaraganda, 2020-yili Saudiya Arabistoni va boshqa 45 davlat Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni qo'llagan bayonotga imzo qo'ygan va buning Saudiya Arabistonining diplomatiya siyosatining burilish nuqtasi ekanligini bildirgan. Arab dunyosidagi kam deganda 5 hukumat Misr, Marokash, Qatar, Suriya va Arab Birlashma Xalifaligi qatorliqlar Xitoyning talabiga binoan Uyg'urlarni chegaradan qo'g'lab chiqarish, o'tkazib berish yoki chegara halqigan bostirishga qatnashgan. 2014-yili Xitoyning atalmish terrorlikqa qarshi turish urushi boshlangandan buyon musulmonlarni asosiy gavda qilgan davlatlar 1300 nafardan ortiq Uyg'urni tutqun qilgan yoki chegaradan qo'g'lab chiqarib Xitoyga qaytargan. Dokladda aytilishicha, 2014-yili Skynet programmasi yo'lga qo'yilgandan 2021-yili 6-oygacha Xitoy 120 davlat va rayondan kelgan 10 mingga yaqin odamni yurtiga qaytargan. Shundaqdimi, qo'g'duvchilarning so'ziga qaraganda, faqat 1% adliya tartibi orqali Xitoyga qaytarilgan. 60%dan ko'proqi faqat ularning irodasiga qarshi aeroplanga silingan. Xitoyga rasmiy qaytarilishning parda orqasida nurg'unlagan qonundan sirt qilmishlar qo'llanilgan. Skynet Xitoy Xalq Jumhuriyatining nazorat qilish qonuniga asosan harakat qilgan bo'lib, buni chegaradan qo'g'lab chiqarish yoki odam qochirishda qonunni huquqqa ega qiladi. Vatan sevganlarga oid. Vatan xalqning o'tida kuyib, suyida oqqanlarga oid. Vatan mard vijdon egillariga oid. Vatan durust, pokiz qalblarga oid. Vatan uning uchun har narsani pido qilishga tayyor turganlarga oid. Vatan aql ko'zi ochiqlarga oid. Vatan haqiqiy iymon egillariga oid. Vatan or-nomusni qadrlaganlarga oid. Vatan ishonchini, umidini yo'qotmaganlarga oid.
Vatan uni qutqizish uchun harakat qilgan jasorat egalariga oid. Vatan to'g'rini anqira olgan, to'g'rining yanida o'rin ola olgan, mo'rini mo'riga terib kurash qila olganlarga oid. Hürmetli görürmenler, haberlerimizni kögünanlar için köp rahmet. Gelir qitimki programımız görüşküçe Allah'a emanet bolgaysızlar.